Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz quloqda uchraydigan o'simta kistalari haqida. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizga shunaqa bemorlar murojaat qiladi. Meni quloqimda o'simta bor ekan, meni quloqimda kista bor ekan. Bir 5-6 yildan buyon davolanaman, lechini olaman, sog'aymayapman. Shunaqa bemorlar uchraydi. Men quloqimni o'simtasini operatsiya qildirdim yoki kistasini operatsiya qildirdim. Ximiya oldim, nur oldim. Endi yana ko'payibdi. Oldin bitta bo'lsa, hozir 2-3 ta bo'libdi. Hattoki quloqdan o'simta oqib turgan holatlarida keladi. Endi buni ko'rsatib bilmaymiz. Nimaga deganda ko'p odamlar ko'rib yomon bo'lib qoladigan odamlar bor. Hattoki o'zlarimiz ham na iloj ko'ramizda. Juda ham qo'rqinchli, ayanchli holatda ko'rsanadi. Shunaqa bo'lgandan keyin iloji boricha imkon qadar shu tabiiy yo'l bilan davolanishni tavsiya qilaman. Chunki operatsiya qilgan bilan, ximiya nur qilgan bilan u quloqdagi o'simta butunlay yo'q bo'lib ketmaydi. Shu xuddi makka jo'xarini o'rganingizda yerni tagida tomiri qolgandek, u o'simtani ham yerni tagida tomiri qoladi. Sizni organingizda qoladi, shu quloqni o'nmasida qoladi baribir olingan joyda. Ustini, yerni yuzini, makka jo'xarasini o'rganingizdek, operatsiyada yerni yuzi o'riladi, keyin asoratlar qoladi, og'riq kuchaygandan keyin ximiya nur beriladi. Og'riqqa chidab bilmaganingizdan keyin o'qil dorilar ham ta'sir qilmagandan keyin majbur bo'lasiz olishga ximiya nurni. Ximiya nur olgandan keyin u bilan inson tuzaladi emas. Inson so'nib boradi ximiya olgan sayin, nur olgan sayin. Shuning uchun iloji boricha imkon qadar shu tabiiy yo'l bilan, tabiiy giyoh, tabiiy sirop bilan tomirini quritib yo'q qilgan ma'qul, sog'lom bo'lgan ma'qul. Qanchadan qancha bemorlarimiz davolanib, hozirgi kunda sog'lom inson bo'lib, sog'lom insonlar qatorida yashab turibdi, oilasi bag'rida, yaqinlarini bag'rida. Ximiya nur olib, shu bizgacha yetmagan, bizgacha bizni bilmagan insonlar shunaqa holatda bo'lib, o'zingiz bilasiz nima bo'lishini ximiya nur olgandan keyin. To umri o'tguncha og'riqqa chidab bilmasdan ximiya nur oladi. Keyin oqibati hammaga ma'lum. Shuning uchun tabiiy yo'l bilan davolashlarni murojaat tavsiya qilaman. Chunki tabiiy yo'l bilan davolansa, sekin-sekin tomiri bilan qurib yo'q bo'ladi. Va qayta davolanishga hojat qolmaydi. Jarrohlik yo'li qo'llashga, ximiya nur olishga umuman hojat qolmaydi. Tabiiy yo'l bilan davolanishlarini tavsiya qilaman. Layklaringizni bosaveringlar. Bemorlarga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb Allohdan so'rab qolaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Layklaringizni bosaveringlar.